Bu videoda qanday qilib juda ham og'ir vaziyatdan chiqib ketganimni ko'rishingiz mumkin. Sherik Novakiga yetmaganda Daviddan qo'rishdi. Bu yerdan ketishimning sababi bulardan qo'rqqanim emas. Resalkani vaqt tugamasdan sherigimni qutqarib olish. Mana bu chetgan narsaning vaqti juda ham kam va meni juda ham noqulay joyga tashlab qo'ydi. Va orqadagi odam meni push qilib keldi. Men bu toshning orqasida yana 40 sekund kutadigan bo'lsam, hayishga yoki dam uchib kelishi aniq. Aksiga olib bunaqa narsalar menda yo'q. Ha, push qilaman desam, urib qo'yishi 90%. Agar yaxshi pik qila olsa, meni oldimga push qilib kela olmasligini va kelmasligini bilaman. Shuni hisobga olib to'g'riga qarab turibman. Agar granat olsa, granatdan ko'rib turib chapga yoki o'ngga qochish uchun. Lekin bu ham aynan pikani qilgan paytim otib qoldi. Endi tavakkal qilib push qilmasam, bu safar granatda tushishi aniq. Bu yog'ini shunchaki ko'ringlar. Buni amallab o'rganimda endi orqadagi kamidi. U endi hali beri qaramaydi. Apchish o'rguncha menda vaqt bor. Lekin bunisi ortiqcha edi. Baxtimga yaxshiyamki mana bu ochilib qoldi. Va endi qulayroq pozitsiyaga joylashib, birinchi o'rinda jonini to'ldirib, keyin vaziyatni poylashim kerak. Albatta, bu deng chalg'itish uchun. Ko'rib turganlaringdek mehmonlarimiz shu yerda. Bu fayt esa ulardan qo'rqmasligimning yana bir isboti. Agar qo'rqqanimda mana bulutcham ochiqdek bemalol qochib ketishim mumkin edi. Xo'p, nima bo'lganda